Assalomu alaykum oyijon, yaxshi dam oldinglarmi? Buningni zooparkda ishlaydi degding, uyga hayvon olib keladi demagandim-ku. Mani hidimga o'rganganda oyijon, ozgina katta buvosini berib yuboraman. Bu hali katta ham bo'ladimi? Yumaloqcham, o'zi shirinchomsan. Men bolamni ham bunaqa erkalamaganman-ey. Zebo, bu o'rtamizda uxlash shartmi? Bitta o'zi uxlashga qo'rqadi, endi 6 oylik. Zebo, soatimni ko'rmadingmi? Men qayerdan bilaman, turgandir o'sha yerda, qarasangiz-chi. Oyijon, bittaga ko'payishamiz. Bezakansiz, lekin xursand bo'ldim. Endi men ham nevara erkalataman, ha? Yo'q, unaqa mehmon emas. Qanaqa mehmon? Mana. Fil bilan jirafani olib kelmabsiz-da, keling. Bo'ldi, olib kelingmi? Birga yashayverardinglar, o'g'lim bilan ketaverardinglar safarga. Ona, anu keliningizni maymunchasi depressiyaga kirib o'lib qopti-da. Yuring, dalda beraylik. Bir kun kelib maymunni janozasida o'tiraman deb o'ylamagandim. Mani ish uchun dieta qilyapsan-a? Oy, telefonimni ko'rmadingizmi? Hech qayerdan topa olmayapman. Telefon qil. Qo'limdan qayerdandir jinglayapti. Ha, ilon yetib yoribdi. Xavotir olmanglar, bir haftada hazm qilib chiqarib oladi. Kelin, ana sherbatchingizga go'sht beruvdim, yemasdan menga qarab turdi. Ha, u kattaroq go'sht yeyish xohlaganda. Nafasingiz yere tushsin. Nima qilyapsiz? Idish yuvotdim. Nimada? Bavida. Buni qanaqa ishlatadi? Qarang, tog'oraga bavini solamiz, keyin qaynoq suv solamiz. Yuvilish kerak, chit bo'lib ketgan idishlarimizni solib 10 daqiqa kutamiz. Keyin sovuq suvda chayvoramiz, bo'ldi. Qarabsizki, 10 yildan beri yuvilmagan dog'li ham top-toza bo'ladi, qaling. Zo'r-ku. Eshitdingmi? Yugurmasam bo'lmaydi, tualetga ulgurmayman. Ulgurdingizmi? Kirmadim, lekin ulgurdim. Oyijon, xush kelibsizlar ishxonamga. Voy, xotining qassobmidi hali? Zo'ru har kuni uyga go'sht boradi. Bo'g'ib tur, hozir borib so'yib tashlayman. Ey, shirin qo'y, asal. Hayvonlarga mehribonligini bilmasdim lekin. Hozir shuni so'yamiz, ushla. Ha, tugadi ish vaqti ham. Bitta romantika qilib selfie tushaylik-da. Boltaga balo bo'lmaydi. Sen bilan romantika qilib bo'lmaydi. Mana joyi shirin-da. O'g'lim, xotiningni olgin, meni qo'rqityapti. Xo'roz jonga tegdi-da. Hozir hal qilaman. Boshqa ovozini chiqarmaydi. Bilmagan narsani kesib tasharkan-ku bu. Qonxo'rcham, bugun nima ovqat yeymiz? Qo'y kalla. 3 oydan beri faqat qo'y kalla, mol kalla, tuyoq. Shularning dastidan qo'shini kuchiga uyimizdan ketmaydigan bo'lib qoldi. Bugun 4 ta qo'y yag'anat kelaman. Shuncha pulni nima qilasan o'zi? Ishonchli kompaniya Iskandar Buildings mezbon loyihasidan hozir yo'q qo'ysa, bitgandan keyin 2 barobar qimmatga sota olaman. Yoki arendaga berib qo'ysa, passiv daromad. Uni ustiga lokatsiyasi ham zo'r. Menga o'xshagan sifatli materiallardan qurishyapti. Odam qizdiradigan go'sht ekan-a? Keliningiz bugun bug'u suyibdi. Bug'u go'shamizda ommalashibdi-ku. Qo'shni kuchugim ko'rmadinglarmi? Silakda yuruvdi-da, yo'qolib qoldi. Zebo, bu meni ham qizdiryapti-da. Bu tochli bug'u go'shimi? Ko'p yashing, baxtli bo'ling. Vashshi sifatsiz nech pulga oluvdinglar buni? 75 ming nima edi? Kidir vorishibdi. 15 mingdan buni metri. Xush kelibsizlar, kelinglar. Kelin mehmonlar. Ha, xush kelibsizlar, kelinglar. Nima qarab o'tirdinglar? Menda hammasi original turetskiy. Voy uzr. O'rganib qolma, xush kelibsizlar. Oyijon, oyimikiga 3 kunga borib keling. Yo'q, 1-2 kunga borasiz. Sizniki emas, meniki emas. O'rtasi 2 kun. 1 kun. Bor baraka 2 kun. Voy, boring keting. Rahmat. Shu oyoq kiyimim qisvatdi-da. Ovring, bu yana hali tashiydi. Voy, sizga nima? Voy, refleks bo'lib qo'yanda. Kelin, sizga yordamlashmoqchi edim. Kiyimimni alishtirib olay. Bo'ldi, voy, almashtiring. Voy, boshqa xonani nazarda tutgandim. Voy, uzr. Odat. Zo'r turdimi? Chotki, yaxshi kulardiki. Klient jo'nataman deb o'ylanma. Zebo, oq kiyimlarimni dabdalatishib ketyapti-da. Sen bozorda ishlaysan, qayerdan sotib olsam bo'ladi? Voy, yangi sotib olish shart emas. Tog'oradagi qaynoq suvga atiga 9 ming so'mlik bavida 2 ta dona solib, kiyimlarni solib 10 minut ivitib chaytashdan bo'ldi, yengidek bo'ladi. Bering daqqa. Kislorodli tozalovchi-ku, bavi mutlaqo Germaniya xom asyosidan ishlab chiqarilgan O'zbekistondagi nomer 1 tozalovchi vosita. Voy, biram zo'r kelinsiz, bozorchi kelin, barakali kelin ekan. O'zizga o'xshagan qiz yo'qmi? Kenjamga kelin qilardim. Bor, bitta shunaqasidan o'zim radnoy singlim. Ko'p yashing, baxtli bo'ling. Assalomu alaykum. Bu rostdan ham singdingizmi? O'xshamaydi, qop-qora bu. Endi men do'kon ichida savdo qilganman. Bu tashqarida quyoshda savdo qilganda ichiga qorayib ketgan. Kelin sana qilmay, uxlab yotdi buning. Bu lunatik-ku, kechqurun tushida uy ishlarini qilib chiqqan, shunga charchab qolgan. Tushida ish qilib chiqqan.
Qo'rqmang, oyi. Tushiga sikiryapsiz-da, shunga kelin salom qilyapti. Soat 2dami? Tushlasam ananas baqiryapti. Qattiq uryapsizlar? Uzun oyijon, tushimda ananas tishlayotgandim. Avcharkammi nima balo? Endi nima qilyapti bu? Tushida kuchuklardan qochyapti. Tishlab olmasa bo'ldi ishqilib. Bugun tushiga nima kirdi? Tushimda bo'ri bo'lib qolma, qo'ylarni g'ajib yeb tashladi. Bolam, qo'yimisi bo'ri yeb ketibdi. Zebo, sen rostdan qo'ylarni g'ajibsan. Ehey! Mana baqiring. Baqir. Ha, bugun tushlariga uy ishlari kiritdimi deyman-da. Zo'ra. Kirlarni ham top-toza qilib yuvyapti. Mana shuni dog'ini ketkazolmadim. Nimada yuvyapti ekan, ha? Ha, bu Bavida yuvadi-da. Buchi Germaniya mahsuloti. Allergiya bermaydi. Xriyamchi boshi og'ritmaydi. Maza qilib ishlatingiz bo'ladi. Ushing. Mana qarang, qo'liga ham hech nima qilmagan. Zo'r ekan-da. Da. Oya, anu lunatik tomda yuribdi, qarang. Qo'liga shupurgini ber, bir yo'la tomni shupurib chiqsin. Rostda. Nimaga tomdan o'zingni tashlading? Tushimda uchar supurgi topib oldim. Minib uchdim. Uyog'ini eslolmayman. Shupurgini tomni shupursin deb berdim. Olib uchib ko'rishni qaydan bilay?